Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun xudo xolasa shunday obyektga geldik. Bu yerni o'zlari o'tirgan ekanlar. Biz trexxodovoy qilib bu yer. Bu yerda trexxodovoy qilib qo'yib berdik. 2 dona kraynik qo'ydik. Bu yerga qo'yilmagan ekan to'pli poli отсечка uchun. Hozir video davomida teplovizor orqali sizlarga nechik holatda qizib turganini hozir ko'rsatib o'taman. Обязательно to'pli poli trexxodovoy qilib qo'yish kerak. Nima uchun desa, radiator bilan to'pli poli bir xil qizmasligi kerak. Agar bez trexxodovoy qilib прямой to'pli poli koteldan chiqib turgan issiqlik ketadigan bo'lsa, kotel o'chmaydi. Kotelimiz вообще o'chmagandan hozir endi o'chib normalniy ishlab turibdi dam olib. Teplovizor orqali ko'rsataman. Yine xullas obunachilar, yine sistemamizning qizib turgan holatini ko'rishingiz mumkin. Xullas bu yerda hozir yine podachada necha ketib turganini ko'rsataman. 43 gradus, 46, 43. Şu turbamız podacha. Yine bunda yine trexxodovoy qilib. Yine после trexxodovoy qilib biz hozir 28 da qo'yibmiz. Yine 25, 26. Yine. Görüp turganlaringizdek, koteldan gelip turgan issiqlikni pasaytirib uzatib turibdi. To'pli pol uchun 25, 30, 35 gradus normalniy. Agar ko'p issiqlik beriladigan bo'lsa, to'pli pol qizib chang yuqori ko'tarilish ehtimoli bor. Sağlık uchun zarar. Görüp turganlaringizdek, vetkalarni, konturlarni podachalari podachasidan chekib turibdi yine. 27 gradus. Biz 28 ga qo'yibmiz. Trexxodovoyni. Hozir to'pli pollarning ichi qizib turgan holatini ko'rsataman. Yine уже bilinib başladı. Kotelni yaqqanimizga где-то yarım saatlab oldu. Уже hamma yer yine iç qizib turibdi. Avvalgi holatida slishkom ko'p jonli qizib turgandan beri to'pli poldim jonli qizib ketsa, uyning ichida kislorod qolmaydi. Dam olish qiyin bo'ladi. Batareyalarni ham ko'rsataman. Yine batareyalarni gradusini ko'rishingiz mumkin. Yine batareya 45 gradusda qizib turibdi. Hozir to'pli polni ko'rsataman. To'pli pol ana 27 gradus ketib turibdi. Endi shu 27 gradusda qizib turadi bu to'pli pol. Ko'rishingiz mumkin. Hammaya tavsiya qilaman shu trexxodovoy qilibni qo'yishni. Ham отопление o'tirgan vaqtda to'pli polni o'zidan foydalanaman demanglar. Foydalansa bo'ladi, lekin sog'liq uchun zarar. Ko'p jonli qizib ketsa, poldan chang yuqori ko'taradi. Batareyani qizib turishi. Batareyamiz 46-47 gradusda qizib turibdi. Koridor hamma yer qizib turibdi. Xullas aziz obunachilar, shu bilan videomizni tamomlaymiz. Yine gradus 28 gradusga qo'yibmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, описаниеda telefon nomerimni qoldiraman. Xizmatlarimiz Xorazm bo'ylab qilib beramiz.